qilmoqchilari va bugun 4-avgust 2026-yil Agrobankda fuqarolarning murojaatlarini qabul qilyapmiz. Aka, siz qaysi mahallada? Men Chirgan mahalla fuqarolari yonidan. Nima masala sizda? Kredit olishim kerak. Ism familiyangiz? Panjiyev Ulug'nazar. Panjiyev. Nechi pul? 50 million. Nima yo'nalishda? Yo'nalishi nima? Chorvachilik bo'lsa bizda mahalla loyihasi yo'nalishda Islom bormi? 50 milliongacha. Uning 25%dan 5 yilga 24 ta imtiyoz sabab bilan 3 yil ta'mirdan chiqadi. Elektron qilishingiz orqali bizga ariza tashlaysiz. 2-3 ish kunida kreditingiz kartangizga tushirib beriladi. Kartaga tushgan puldan siz shu o'zimizning mahalliy bozorlardan chorva olishingiz kerak. Shundan bo'lsa shu ariza shakllantirib sizga nima masala? Bizga ham shu masala. Siz ham bo'lsa shu eshitdingiz, tushundingiz degan umiddaman. Sizni menimcha ariza tashlagansiz. Javob berish kerak. Bugun kelingiz emas, pulingiz tushadi. Aka, sizga nima masala? Nima yo'nalish bo'yicha? YTT bo'yicha prezidentimizni 312-qarorlari asosida 5 yil muddatda 2 yil imtiyoz davri bilan 19% ustama haq to'lash sharti bilan ta'minotchiga pul ko'chirish yo'li orqali beramiz. Nima yo'nalish? YTT yo'nalishi. Bog'cha kengaytishmi? Bog'cha bo'lsa, Yusuf shodlangan xodimimiz bor. O'sha kishiga uchrashamiz, shu kishi masalangizni 2 ish kunida hal qilib beradi. Rahmat.